Batalyon yordamchim bor, yordamchim bor. Ijtimoiy tarmoqlarda Qora Gentraning ortidan yo'l patrul xizmati avtomobili quvib borayotgan video lavhalar tarqaldi. Batalyon yordamchim bor, yordamchim bor. Eslatib o'tamiz, ushbu haydovchi yo'l harakati qoidalarini buzib 30 ga yaqin mashinaga moddiy zarar yetkazgan edi. Ko'rib turganingizdek, video lavhada yo'l patrul xizmati xodimi vaziyatni qo'lga olishga va qoidabuzarni bir necha bor to'xtatishga uringanligi tasvirlangan. Yurib, harakat yo'q, yurib. Yurma. Ma'lum qilinishicha, mashinada bo'lgan yigit otasining nomida bo'lgan Gentrani haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan ayolga boshqarishga bergan. Gentrada bo'lgan 3 ta kishi 7 sutkadan ma'muriy qamoq jazosiga tortilgan. Ulardan biri avvalroq fohishalikda ham ayblangani ma'lum. Ko'rsatsan bormi? Eski Qachon? ancha fohishalik. Yigit va Gentrani boshqargan ayolga nisbatan esa jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanildi. Mazkur holat bo'yicha voqealar rivojini Tezlik sahifasida kuzatib boring va obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin.